Boy insonlarning g'alati odatlari. Uchinchisi sizni hayron qoldirishi aniq. Birinchi odat. Ular isrofgarchilikdan qochadilar. Ya'ni biz boylikni qanday tasavvur qilamiz? Rolex, Bentley mashinasi yoki qasr. Misol uchun, Warren Buffett o'tgan asrning uyida yashaydi. Ikkinchi odat. Ular vaqtni qadrlaydilar. Ya'ni siz tasavvur qiling, bozorda 50 ming so'm arzonga mahsulot topdingiz. Bu yaxshi, albatta. Lekin bir soat ichida 200 ming so'm topa oladigan bo'lsangiz, bu behuda. Ya'ni ular vaqtini pul ishlashga sarflaydi. Shu yerda asosiy fikr, sizning eng qimmatli valyutangiz bu vaqt. Uchinchisi, ular do'stlarni ham o'z muhitiga moslab tanlaydilar. Misol uchun, do'stlaringiz ko'pincha kafelarda yeb ichishni yoqtirsa, boy odamlarning do'stlari esa ilmga sarflash, suhbatlar o'tkazish, shularni tanlaydilar. Ya'ni bunda asosiy fikr, boylik aql sarflanadigan va munosabatlar ustiga quriladigan vositadir. Video foydali bo'lgan bo'lsa, sahifamga obuna bo'lish va ushbu videoga like bosish esingizdan chiqmasin. Keyingi videoda ko'rishguncha.